ございます。 Men Enemiyasi 12 yoshdaman va 6-sinfda o'qiyman. Mening ixtisosim hip-hop raqsi. Men Blackpinkning klipiga duch keldim va menga YGning o'ziga xos hip-hop uslubi yoqdi. Yaxshiyamki men kastingda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Qachondan beri qo'shiqchi bo'lishni orzu qilgansan? 2-sinfda o'qiyotganimdan beri. O'shanda raqs tushishni o'rganishni boshladim. Ota-onang qaysi koreys san'atkorini yoqtiradi? Onam Blokni yoqtiradilar. Yaponiyaning raqs maktabida o'qiyotganimda men birinchi marta odamlar orasida raqs tushdim. Babo guruhining Very Good qo'shig'i bilan. O'shanda men sahnada bo'lishni yoqtirishimni angladim va o'shandan beri qo'shiqchi bo'lishni orzu qildim. Nihoyat menga aytmoqchi bo'lgan biror narsang bormi? Men K-pop san'atkori bo'lishga amin bo'laman. 5, 6, 7, 8. Boom. Da dang dang. Da da dang. 5 and up and ah. Bu harakatni qilganimizda oyoqlarimiz bilan shunday qilamizmi? Agar uni birga almashtira olsang yaxshi bo'lardi. U eng ko'p savol beradigan ayol. Va shuning uchun u boshqalarga qaraganda tezroq tushunadi. U bu jihatdan juda aqlli. Men haqiqatan ham hayron bo'ldim, chunki barchangiz juda yaxshi ish qildingiz. Men shunchaki bugungi harakatlarni eng tez o'rgangan va tushunganini tanlayapman. Mening nuqtai nazarimdan bu asa. Meni tanlashini bilmasdim, lekin u meni raqsimni maqtadi. Eng yaxshi deb tanlanganimdan beri, u bilan raqs tushishga muvaffaq bo'lganimdan beri men juda hayajonda edim va odatdagidan ko'p ishtiyoq bilan raqsga tushdim deb o'ylayman. Asa har doim eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydigan kompaniyadir. Nafaqat bugun, balki u doim shunday bo'lgan. Xususan asa ifodalaring ajoyib edi. Kerak bo'lganda uni qanday qilib ishlab turishni bilasan va kerak bo'lganda qachon bo'shashni ham bil. Rahmat. Hozir bu qismni ta'kidlashing kerak. 그치? 어? 네. 이게 돼야 돼. Buni nafas olmasdan qilasanmi? Ha. 와우. Like you have a level code detector, how to chop and make them do the macarena. Oil sex speedy, candy chocolate chip it. Now I let a jolly message stick to bubble gum and watermelons. Never get the pepper on my. 때려. Men unga ritmik tuyg'u va ajoyib diksinani talab qiladigan juda ko'p narsalarni beraman va tilning burilishlari. Lekin u har doim buni uddalaydi. Shuning uchun menimcha uning eng katta kuchi shundaki, u uni o'ziniki qilishni biladi. You're a monster. I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla, but I hate that like the car dealer. Sugar head, be back, but it's black eating, but help the bad news. But at me, take a back seat, take it back to fat beats, but the next is take a look at my rap sheet. What attractive people it's my. Asa repining eng katta kuchi bu uning tug'ma ritmik tuyg'usi. Bu qobiliyat uning raqs mahoratiga ta'sir qilgan bo'lar edi. Uning ritmi juda mos keladi. Shunchaki ajoyib. Sen sekinroq mashq qilishing kerak. Biroz oqimli bo'lgan ko'proq rep aytish seni kuchingni boshqarish uchun bu qobiliyat kerak. Ko'proq qo'shiq so'zlarini yozishga harakat qil. Men o'zimning boshqa tomonimni taqdim etish uchun birinchi marta o'z qo'shig'imni yozdim. Demak, bu to'liq bo'lmagan versiyami? Kutganimdan ham ko'proq o'zgarishlar bor. 역시 욕심쟁이. Men unga bitta narsani o'rgatganimda, u buni o'zi oladi va o'zi yangilaydi. U perfeksionistga o'xshaydi. Shunchaki bajar. Agar xato qilsang, biz buni har doim qayta qilishimiz mumkin. Bu yerdagi qo'shiqni bilishing kerak.
Ha, 아니 yo'q, shunchaki avval uni gumburlashdan boshla. Men yig'layman deb o'ylayman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Chunki men bunga juda yomonman. Xudoyim, jiddiy gapiryapsanmi? Nima bo'ldi? 아서 우는 거 Seni birinchi marta yig'layotganingni ko'ryapman. Nima bo'ldi? 처음으로 Bu mening birinchi marta qo'shiq yozishim edi. Men qattiq mashq qildim deb o'yladim, lekin unday bo'lmadi. Sal xafa bo'ldim. 결과가 yig'ladim. 안 나와서 좀 속상했어. 울었던 것 같아요. Rahmat. 아 진짜. 왜 울어 진짜. 진짜 너무 예쁜데? 그러니까요. Ha, bu nima? Bu mening o'rta maktabdagi formam bilan bir xil ko'rinadi. 루카 언니와 Men Ruka bilan birinchi marta Yaponiyadagi vaji kastingida uchrashganman. 처음에 만났고 Koreyaga birinchi marta kelganimda Ruka yonimda qoldi va men unga chindan ham suyanishim mumkin edi. U menga juda ko'p yordam berdi. 머본순입니다. 앉아봐요. 너무 예뻐요. Qattiq qo'shiq aytayotgandek ko'rsating. 귀여워. 연습생. 이렇게. 안녕하세요. 뭐 이러는 거. Men birinchi yozgan qo'shig'im Dairy deb nomlanar edi. 곡입니다. I'm living on a trip 지금부터 3년 전 그대로 모든 게 낯설기만 해 선택 내가 하고픈 말 있어도 can't communicate 나 혼자 갇힌 것 같아 참아먹는 현실 수경태가 원하는 목표를 이루는데 바빠 날 가르쳐 침이 나의 제일 숨이 가빠봐 불길한 말은 몰라 아마 그발서 지려고 찰라 yeah yeah 어디든 가자 더 멀리 언젠가 빛나지 우린 얼마나 더 강해 더 no matter Now we gotta go Rahmat. Bilmadim, bu track ancha barqarorlashgani uchunmi, lekin men sening repingni juda yaxshi eshita olaman. Bunga qancha kuch sarflaganingni his qila olaman. Har bir oyat, har bir qo'shiq, har bir aytgan so'zing buni uchun juda ko'p mehnat qilding. Buni his qilyapman. Menimcha bu sening kuching. Yaxshi ish qilding, ajoyib ish qilding. Rahmat. Chet davlatga kelish hatto muloqot qila olmaydigan joyda, 12 va 13 yoshlarida va mashg'ulot paytida hamma narsaga chidash ularning aniq maqsadi va orzusi borligini anglatadi. Ular buni qilishni xohlashgani uchun qilishmoqda. Men ularni oqishlamoqchiman. Ular ajoyib. 대단한 친구들이에요. 네. 오하요 고자이마스. Men Inamiyasa 12 yoshdaman va 6-sinfda o'qiyman. Mening orzuyim hali ham sahnada qo'shiq aytadigan va raqs tushadigan san'atkor bo'lish.